Siz muammolar haqida gapirishni yaxshi ko'rasiz. Muammolarga kimnidir aybdor qilishni yaxshi ko'rasiz. Lekin muammoni hal qilmaysiz. Aybdor odamlarning ro'yxatiga bitta aybdor qo'shiladi. Muammolaringiz ro'yxatiga bitta muammo qo'shiladi. Agar kimdir sizga "Hop, to'xtab tur, shuna muammo bor ekan. Sen nima qilmoqchisan? Sen shu vaziyatda mavzuni qanaqa hal qilmoqchisan?" desa, u odamni yomon ko'rasiz. Kerak bo'lsa, uni ham aybdorlar ro'yxatiga qo'shasiz, unga ham tushuntirasiz, siz aybdor emasligingizni, muammo yana qolib ketaveradi. Endi savol, masalan, sizni vazningiz ortib ketganiga, fast food shoxobchalarining ko'pligi, gazli shirinlik ichimliklarining ko'pligi aybdormi yo sizni nafsingiz aybdormi? Yoki shu vaqtgacha bitira olmayotgan qaysidir ilmiy ishlaringizni bitirmayotganingizga sizni o'qitgan o'qituvchilar, siz o'qigan kitoblarning mualliflari aybdormi yo siz aybdormisiz? Yoki biznesingizdagi shu vaqtgacha qaysidir muammolarni hal bo'lmayotganiga siz aybdormisiz yoki siz o'zingiz aynan siz ishga olgan odamlar aybdormi? Bugungi kunda atrofimizda muvaffaqiyatga, har sohada muvaffaqiyatga erishgan insonlarning umumiy bitta xislati bor. Bu atrofidagilarni aybdor qilmasdan mas'uliyatni o'zini zimmasiga olish. Sizda ikkita yo'l bor. Birinchisi oson yo'li, bo'lgan muammoga shartda kimnidir aybdor qilib, unga to'nkab, u yomon, siz yaxshisiz, mas'uliyatdan xalos bo'lish, lekin hech narsa hal bo'lmaydi. Ikkinchi yo'l bor, bu qiyin yo'li. Mas'uliyatni o'z zimmangizga olish va aynan shu muammoli vaziyatda qanaqa harakat qilishni o'ylab, amal qilish va o'sha muammoni yechish. O'zingiz tanlang.